Bugun Messi yig'ladi. Ha do'stlar, bugun Messi yig'ladi. Faqat armon yig'isi emas, quvonch yig'isini yig'ladi. Ha do'stlar, futbolda yutmagan sovrini qolmagan insonni yig'latdi bu o'yin. Jahon chempioni bo'lgan, 8 karra oltin to'p yutgan, futbolga butun umrini bergan insonni yig'latdi. Chunki Misr bugun mag'lub bo'ldi, ammo taslim bo'lmadi. Ular shunchaki Argentinaga qarshi o'ynamadi. Ular amaldagi jahon chempionlariga qarshi kurashdi va ularni chetlashiga bir qadam qoldi. Butun dunyo jahon futbolini titratolgan Messini chiqazib yuborishiga ozgina qoldi do'stlar. Bir paytlar ko'pchilik oson deb o'ylagan jamoa bugun butun futbolni hayratda qoldirdi. Messi esa o'sha so'nggi hushtakdan keyin nimani his qilganini faqatgina o'zi biladi. Bu o'yin natijadan kattaroq edi. Bu o'yin futbolning nega dunyodagi